Alloh uchun bir kun roza tutsa, bir kun, ya'ni Alloh uchun Ramazonda bir kun roza tutsak, mana shu bandaning yuzini ana shu kun sababli 70 yilga do'zaxdan uzoqlashtiradi. Bir kuni 70 yilga. Rozadorning savobi behisob qilib beriladi. Astagfirullah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Albatta sabirlarning, rozadorlarning ajrlari hisob kitobsiz beriladi. Kullu amal ibn adama lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadis qarang bir go'zalligini. Alloh taolo aytayaptiki, odam bolasining hamma qilgan amali o'zi uchun. Faqat ro'zasi men uchun. Mana shu so'zga e'tibor beraylik. Namozingiz o'zingizga, sadaqangiz o'zingizga, zakotingiz o'zingizga, hajjingiz o'zingizga, o'zingiz uchun qilasiz. Faqat ro'zasi men uchun deyapti. Va mukofotini ham o'zim beraman deydi.